Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Murod akademiyasi Sho'rcha E guruh yosh iqtidor egalari birinchi qism 16-mavzu. Sho'rcha E guruh birinchi qism 16-mavzu davomi. O'tgandik, bugun davomini o'tamiz. Bugun sana 21/04/2026. Boshladik. O'tgan safar 21 gachasini tushuntirgandim, 22 dan boshlayman. Sizlar yig'indining qoidasini yodladilarmi? Masalan, birinchi qo'shuvchi oshsa, ikkinchi qo'shuvchi kamayadi. Yodlamaganmisizlar? Yodlashing kerakda farzandim. Yo'q. Yig'indini yozib bergandim, ayirmani hali aytmagandim. To'g'rimi? O'sha vaqt ayirmani aytamiz. Ayrilgan B teng S bo'ladigan bo'lsa, kamayuvchi, ayriluvchi ayirma. Nomlarda adashib ketmanglar. Go'yoqda sizlarga aytadi. Ayirma 8 deydi. Kamayuvchi 3 deydi. Kamayuvchi ayriluvchi 3 deydi. Kamayuvchi nechi deb savol beradi. O'shanday savol. Agar sizlar adashtirib qo'yib, mana buni 3, buni 8 deb qo'ysang boshqacha yoki buni 8, buni 3 deb qo'ysang boshqa javob chiqib qoladi. Hozir oltitamida yig'inda 6 ta qoida bor-ku mana unda. Ayirmaning xuddi shunday 6 ta qoidasi bor. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Ha bo'ldi. Keyin shartmas. Qanday qoida desa, birinchi kamayuvchi oshadigan bo'lsa, ayirmayim oshadi. Misol ko'rsataymi? Agar qaysidir qoidaga tushunmasang, misol ko'rsataman. Masalan, birinchi holatga misol 20 ayrilgan 15 teng 5 bo'ladimi? Mana bu sonni bittaga oshirayin 21 deb. Qolgan narsani o'zgartirmayman 15. Bu joyida turibdi bular. 21 dan 15 desang necha bo'ladi? 6. Buni bittaga oshirgandim, bu ham bittaga oshdi. Bu oshsa, bu ham oshadi degan qoida to'g'ri bo'ladimi? Endi kamaysa kamayadi. Xuddi shuni teskarisi. Ya'ni kamayuvchini oshiradigan bo'lsam ayirmayim oshadi. Kamayuvchini kamaytiradigan bo'lsam ayirmayim kamayadi. Diqqat bilan qarab turib, tezroq o'tamiz. Oxirida ochilgan guruhsizlar. Oldinda ishlaydigan narsalar ko'p. Bemalol sekin maydalab o'tishga ulgurmaymiz. Tushunyapsizlarmi? Diqqat e'tibor doskaga qarab tursang, hammasini tushunib olasan. Sen lekin bir 5 minut boshqa tomonga qarab tursang, sen doska to'lib ketadi. Sen tushunmay qolasan. Nima bo'ldi? Nima deydi ustoz? Nimani tushuntirayotgan? Ruchkani qo'y. Ruchkani qo'y, o'zbek tilida aytaman. Nima tushuntirayotganda yozma, ko'chirma, doskaga qara. Endi buni kamaytiradigan bo'lsak, ayirmayim kamayadi. Endi bu ikkilasini bog'lab oldik. Endi bu ikkilasini bog'laymiz. Kamayuvchini oshiradigan bo'lsam, ayirma nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Buni oshsam bu kamayadi. Ko'pchilik shunga tushunmaydi. Hozir misol ko'rsatamiz. Xo'p, 3-holatga. Xo'p, 29 ayrilgan 14 teng 15 mi? Keyinlar mana buni men 10 taga oshirayin. 29 ayrilgan 10 taga oshsam 24 bo'ladimi? Bu joyida turibdi. Mana bu sat. Mana bular joyida turibdi, o'zgargani yo'q bular. Mana joyida turibdi, o'zgargani yo'q. Endi mana buni 10 taga oshirdim. Javob necha bo'lib qoldi? 5. Qaranglar. Buni 10 taga oshirganim, javob nechta kamayib ketdi? 10 taga. Buni oshirganim bu kamaydi. To'g'rimi? Misollarni ko'rsataman. Endi teskarisi, agar buni kamaytiradigan bo'lsam, bu oshadi. Demak, ayriluvchi kamayadigan bo'lsa, ayirma oshadi. Ayriluvchi oshadigan bo'lsa, ayirma kamayadi. Eslab qoldikmi, buni kalang ko'tar. Mana bu o'zgarmagan holat tushundimi? Endi bu ikkilasini bog'lab oldim, bu ikkilasini bog'lab. Endi mana bu ikkilasini bog'lasam. Masalan, buni oshirsam, bu nima bo'lishini topish kerak. Javob o'zgarmasligi kerak. Xo'p, hozir bundan 5-holat bo'yicha misol ko'rsataylik. 27 ayrilgan 7 teng 20. Biz buni oshiraylik. Masalan, buni 5 taga oshiraylik. Necha bo'ladi 5 taga oshirsin? 32 ayrilgan bu 7ligicha tursin. Bizga mana javob mana bu o'zgarmasligi kerak, 20. Bizlar buni oshirganda bu nima bo'ladi deyapti. Buni gapirmagan bo'lsa, demak buni o'zgarmaydi deb bo'ladi. 32 dan nechini aytsak 20 bo'ladi? 12. Bu 5 taga oshdimi? Bu ham 5 taga oshyapti. Demak, bu oshganda bu ham oshar ekan. Ya'ni kamayuvchi nechtagadir oshadigan bo'lsa, ayriluvchi ham shunchaga oshadi. Tushunyapmizmi? Lekin teskarisi bu kamayadigan bo'lsa, bu ham kamayadi. Sodda qilib aytadigan bo'lsa, mana ikkalasi bir-biriga do'st bo'ladi, oshsa oshar, kamaysa kamayadi. Xo'p, keyin
Mana bu bilan bu ham bir-biriga do'st bo'ladi, oshadi, kamaysa kamayadi. Mana ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi bo'ladi. Oshganda kamayib, kamayganda oshadi. Tushunyapsizlarmi? Mana 7-holat yo'q, o'zi 6 ta holat bor. Yig'indida ham 6 ta strelka yozib bergandi. Yig'inlar strelkalari bilan ayirma strelkalar bir-biridan farq qiladi. Bu yig'in ayirma uchun yozilgan qoidalar. Bu yig'indinikiga tushmaydi. Yig'indiniki bunga tushmaydi. Tushunyapsizmi? Buni yodlab olish kerak. Agar yodlamaganlar yig'indinikini ham yodlab olinglar. Yodlash strelkalar. Endi misolga o'taveramiz. So'raymi? 22. Kamayuvchi 27 taga ortsa ayirma qanday o'zgaradi? Qaranglar. Ayrilgan b tengsi bo'ladigan bo'lsa, buni 20 taga oshiradigan bo'lsa, deyapti. Bu qanday o'zgaradi deyapti? Bu ham 20 taga oshadimi? Ana ishiga o'tib ketmoqda. Sinf ishini ko'rsatishim kerak. 15 ga ortsa 15 ga ortadi deb qo'yamiz. 23-savol. Ayriluvchi 22 ga ortsa ayirma qanday o'zgaradi? Ayrilgan b tengsi bo'lsa, ayriluvchi mana buni 22 taga ortadigan bo'lsa, bu qanday o'zgaradi? Bu nima bo'ladi deyapti? Oshadimi, kamayadimi deyapti. Bu kamayadi, 22 ta kamayadi. Mana bu formula. Bu oshganda bu nima bo'ladi deb. Kamayadi. 22 ta oshsa 22 ta kamayadi dedi. Shu strelkalar kerakmikan? Keyingisi. Ikkita qoida bitta misolda kelib qolishi ham mumkin. Masalan, kamayuvchi ayrilgan b tengsi bo'ladigan bo'lsa, kamayuvchi mana bu, ayriluvchi bu ayirma. Kamayuvchi 8 taga, ayriluvchi 5 taga ortsa, bu 8 taga oshdi, bu 5 taga oshdi deyapti. Bu nima bo'ladi deyapti. Bu 8 taga oshsa, bu ham 8 taga oshadimi? Bu 5 taga oshsa, bu 5 taga kamayadimi endi? Qaranglar, bir son 8 ga oshib 5 ga kamaysa. Bu degani o'sha son 3 ga oshdi degani. Tushunyapmizmi? Masalan, sizlar tasavvur qilinglar. 8 etaj tepaga chiqib, 5 etaj pastga tushdilar. 3 etaj tepada turgan bo'lasizlar. Xuddi shunday narsa. 24 dan keyin 25. Kamayuvchi 11 taga, ayriluvchi 7 taga kamaysa. Ayrilgan b tengsi deb yozib olamiz. Buni kamayuvchini 11 taga kamaytiribdi, ayriluvchini 7 taga kamaytiribdi. Bu qanday o'zgaradi deyapti? Kamayuvchi 11 taga kamaysa, bu ham 11 taga kamayadi. Bu 7 taga kamaysa, bu 7 taga oshadi. Qarang, 11 ga kamayib 7 ga oshsa, bu degani 4 ga kamaydi deganda. Tushunyapsizlarmi? 26. 26 xuddi shunday. Mayli, ko'rsataylik. Qiynalyapsizlar-da. Ayrilgan b tengsi kamayuvchi 10 taga kamayib, buni 10 taga kamaytirar ekanmiz. Ayriluvchini 3 taga orttirar ekan, buni 3 taga orttirar ekan. Bu nima bo'ladi deyapti? Bu kamaysa, bu ham kamayadi. Bu oshsa, bu kamayadi. Bu 10 taga kamayib, yana 3 taga kamaysa, demak desa 13 taga kamayadi degan. Tushunyapmizmi? 27-savol. Sizlarga ham ko'rinyaptimi? Ikkalarga. Men yozayotganda xalaqit berib qo'ymayapmanmi? Ko'rinyaptimi? Imkon qadar yonboshroq yozaman. Kamayuvchi 15 taga ortdi mana. Ayrilgan b tengsi bo'ladigan bo'lsa, kamayuvchi 15 taga ortdi deyapti. Buni 15 taga oshirishimiz kerak. Ayriluvchini 5 taga kamaytirishimiz kerak. Bunday savol ko'rmayapman. Buni 5 taga kamaytirishimiz kerak. Bu qanday o'zgaradi? Bu 15 taga oshsa, bu ham 15 taga oshadi. Bu 5 taga kamaysa, buni yana 5 taga oshadi. Chunki bu kamayganda bu oshardi-da. S 20 taga oshadi. Tushundik-a? Yaxshi. Endi 28 dan boshlab 33 gachasini ko'rsataman, yulduzchalar ko'rmaymiz. 28-savol. 100 ayrilgan 99 qo'shilgan 98 ayrilgan 97 va hokazo qo'shilgan 2 ayrilgan 1 teng. Qarasak. Nechta son borligini topishlarga o'rgatganmanmi? Nechta son borligini topish uchun oxiridan boshini ayirib birda qo'shadi. Agar ketma-ket ketayotgan bo'lsa, degan masalan 16, 17, 18, 19, 20 deb ketayotgan bo'lsa, ketma-ket bittalab ortib boshlayotgan bo'lsa, oxiridan boshini ayirib birda qo'shib qo'yamiz. Mana u emas, bittalab kamayib boryapti. 100 dan 1 gacha nechta son bor? 100 ta son. 100 ta son bo'ladimi? Buni bitta guruh desak, buni bitta guruh desak, buni bitta guruh desak. Har ikkitasini bitta-bittadan guruh qilsak, nechta guruh bo'ladi? 50 ta guruh bo'ladimi? 100 ta son. Mana 100 ta bola ikkita-ikkitadan jamoalarga bo'linsa, nechta jamoa bo'ladi? 50 ta jamoa. Har bir guruh nechaga teng? Bu 50 dan 99 desak, 100 dan 99 1, bu ham 1. Hammasi birga tengmi? 50 ta 1, 50 kara 1 50 bo'ladi.
Demak, buning javobi 50 bo'lar ekan. Tushundilarmi? Keyingisi. Ay, farqini o'sha misolda tushuntiraman-da. 29 qaranglar, 50 ta son bormi? Ikkitadan guruh qilsam nechta guruh bo'ladi? 25 ta. Nechta? 25 ta guruh. Har bir guruh nechaga teng? 50 dan 49 aysan 1, to'g'rimi? 48 dan 47 aysan 1. Har bir guruh 1 ga teng, 50 ta guruh bor. 50 kere 1? 50. Kamal tushunyapsanmi? 30 ga yulduzcha qo'ygan 30 da ham ko'rsatib beraychi. 80 ayilgan 78. Endi bu ikkitalab ketyapti. Qo'shilgan 76 ayilgan 74 va hokazo qo'shilgan 4 ayilgan 2. Qaranglar. Bu yerda 80 ta emas-da. Bu yerda qaranglar, sonlar 80 ta emas. Chunki bittalab ketayotgani yo'q-da. Agar bittalab ketayotganda 80 ta. Endi yo'q olaman, qaranglar. Bulardan 2 ni qavsini tashqari chiqarib olsam bo'ladi. Ya'ni 2 ga bo'lib yuborsam hammasini. 80 joyda necha bo'ladi? 40. Ayrilgan o 78 joydan 39 bo'lmaydimi? Qo'shilgan 76 joydan 38. Ayrilgan 74 joydan 37. Va hokazo 4 joydan 2. Ikkinchi joydan 1. 2 ga bo'lib oldim. Mana bu misol tepadan misollarga o'xshaydimi? Shuni topib olaylik. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 ketyaptimi? 1 gacha. 40 dan 1 gacha nechta son bor? 40 ta son. Ikkitadan guruh qilsak nechta guruh bo'ladi? 20 ta guruh. Har bir guruh nechaga teng? 1. 20 ta 1 20 deganda. To'g'rimi? Endi 2 ni 20 ga ko'paytiraman. 40 bo'ladi. 30 javobi 40. Hamma tushundimi? To'g'ri. Yanglishdim. 31. Nodir har qadamni Nodir 85 ni ayirib boradi. Misol uchun bir qadam taylaydi 75 deydi. Yana bir qadam taylaydi 70 deydi. Yana bir qadam taylaydi 65 ta ayirib ketaveradi. Abduqodir esa 68 dan 2 ni ayirib boradi. 68 deganimiz bir qadam taylaydi 66 deydi. Yana bir qadam taylaydi. Va hokazo. Uyqung kelyaptimi? Bizda uyqu ochish muolajasi bor. Ha? Qaranglar, Nodir va Abduqodir. Nodir 70 dan 5 ta ayirib boraveradi. 5 ta ayirib boraveradi. Bu esa 68 dan 2 ni ayirib boraveradi. 66 deydi, yana ayirib ketaveradi. Qachon? Biroz 80 mi? Uzr, 80 ekan. Qachon bularni son tengib qoladi deb o'sha sonni topinglar. Qaranglar. Nodir 80 dan pastlab boshlayveradi. Bu 68 dan pastlab boshlayveradi. O'zi orasida farq qancha? 80 bilan 68 orasida farq. 20 12 mi? Orada farq 12, to'g'rimi? Lekin Nodir 5 ta pastga tushganda bu 2 ta pastga tushadi. Har sakraganda ular qanchadan pastga tushadi? 7. Yo'q. Qancha bir-biriga yaqinlashadi deb. Qara, bu 5 ta pastga tushganda bu 2 ta pastga tushadi. 3 ta yaqin. O'zi 12 ta bormi oradagi farq? Har qadam taylaganda 3 taga yaqinlashaversin. Necha qadam taylaganda yetib oladi? 12 ni 3 ga bo'laman. Nimaga 12 chiqdi, nimaga 3 chiqqanini bildilaringmi? Xo'p, savol beraman. Sen tur. 12 qayerdan keldi? 80 ta qadam. Ana Nodir 5 ta qadam talyapti. Yo'q, 12 qayerdan keldi? Ha, jim. 5 ta 2 qo'shasizlar. 5 ga 2 ni qo'shsam 12 bo'ladi. 12 qayerdan keldi? Sen aychi? 80 bilan 68. 80 bilan 68 orasida farq topib oldik. Xo'p, 3 qayerdan keldi? 5 ning orasi 5 bilan 2 ning orasida farq. Ya'ni ikkalasi ham qadam taylab ayirib ketyapti-ku, bir-biriga yaqinlashib boryapti. Bu 5 ta pastga tushganda bu 2 ta pastga tushyapti. Bu degan bir-biriga 3 taga yaqinlashayotgan bo'ladimi? 3 taga. O'zi 12 taga yaqinlashsa bir-birini yetib oladi. Har qadam taylaganda 3 tadan yaqinlashib ketyapti. 12 ni 3 ga bo'lsam 4. Tushundingmi? O'tir. Endi qara, 4 qadam taylaganda ular tenglashadi. Endi qaysi sonda tenglashyapti desam to'g'ri bo'lsak bo'ladi. Mana 4 qadam taylasa
20 ga kamayami? Necha bo'ladi? 60. Xo'p, buni 4 qadam taylasa, 4 kere 8, 60 bo'lib qoladimi? Bundan buni 4 qadamini ayirib, buning ham 4 qadam taylattirib ayirdik. Tushundikmi? Xo'p, endi 32. 4 xona NATO sonining raqamlari 3 dan kamayib boradi. Bu son raqamlarni toping. 4 xonasidan 3 dan kamayib borar ekan. Masalan, mana bu 6 yozsam, bu yerga 3 yozaman, bu yerga 0 yozaman, bu yerga son yozib qo'ymay qolaman. 9, 6, 9. Ha, faqat 9, 6, 3, 0 to'g'ri keladi. Boshqasini to'g'ri kelmaydi. Nimaga desa, masalan, o'sha 4 xona sonida 8 deb oladigan bo'lsak, keyingisi 3 taga kamayadimi? Necha bo'ladi? 5. Keyingisi yana 3 taga kamayadimi? 2. Keyingisiga nechini yozaman endi? Yoz bo'lmay qoladi-da. 2 dan 3 ta ayirib bo'lmay, minus berib qoladi. Shuning uchun 9 deb olsam 6 bo'ladi, 3 bo'ladi, 0 bo'ladi. Bu mana shundan to'g'ri keladi. Bizdan raqamlar yangisi so'ragan raqamlar yangisi 18. 32 tushunarlimi? 33. Kuchgan qo'y, Laylo. 5, 6, 7, 8 raqamlardan barchasidan bir martadan foydalanib ikkita son tuzildi. Ularning farqi eng kamida necha bo'lishi mumkin? 5, 6, 7, 8 dan foydalanib ikkita son tuzildi. Ularning farqi qancha bo'ladi deyapti. Xo'p, qaraymiz. Qaranglar. Mana bu yerdagi sonni 6 bilan boshlang. Katta raqam. Bu yerdagi sonni 5 bilan boshlayman. 7 bilan. Qaranglar. Endi bundan buni ayiraman. 6 bilan boshlangan son katta sonmi? Shuni imkon qadar kichkinaroq qilishga harakat qilaman. 7. Nechini qo'yaman? 7 ni qo'yaman. 5 bilan boshlangan son katta qilishga 8 qilaman. 9. Farq 9 bo'ldi. Eng kamida 9. Undan ham kamaytirib bo'ladimi? Farq kam bo'lsa bir-biriga yaqinroq qo'yib, kattasini imkon qadar pastga tushiryapman. Kichkinasini imkon qadar ko'taryapman. Boshqa ko'tarib bo'lmaydi-da. Tushunyapsizlarmi? Buni 6 bilan boshladim, buni 5 bilan boshladim. 6 bilan boshlaganimda eng kamaytiradigan bo'lsam 7 qo'yaman-da, boshqa raqam qolmagan. Yoki shoshmagan bunday deb bo'lmaydimi-kan? Xo'p. Buni 6, buni 7 bilan boshlab, buni 6 bilan boshlasak, masalan. 7 bilan boshlaganni kichiraytirsak, 5 qo'ysak, 6 bilan boshlagan 8 qo'ysak. Yana ham kichrayma deyman-a. Ayirsak, 7 mi? Yana ham kichrayar ekan. Demak, bu ham xato bo'ldi. Demak, farqini eng kamida 7 qilsak ham bo'lar ekan, to'g'rimi? Yana ham kichkinaroq son chiqarib bo'ladimi? O'ylab ko'ringlarchi. Boshqa yo'q. 85 desang bo'lmay qoladi. 9 bilan. Ya, 9 bo'lib ketadi. Demak, farqi eng kamida necha bo'lishi mumkin ekan? 7. Undan kichkina bo'la olmaydi. 9 dan ham kichkina bo'lsa bo'lar ekan. Endi bu yog'i yulduzlar savollar bular ko'rmaymiz. Shu yergacha. Endi keyingi mavzu. 17. Ko'paytmaga doir masalalar o'rganamiz endi. Ha, keyingi mavzuga o'tamiz. Hali vaqtimiz bor. Dars tugadi deb javob bermaymiz. Buni o'chiraman. Uyga borib, buning videosini ham ko'rib, doskadagi ko'chirib olasizlar. Buni hozir hozir buni pauza qilib turaylik. Boshladik, davom etamiz. 17-mavzu. Ko'paytma va bo'linmaga doir sodda masalalar. Sho'rcha egro, ikkinchi birinchi qism 17-mavzu. Ko'paytma bo'linmaga doir sodda masala. O'zga qarab tur. A ko'paytirgan B teng S bo'ladigan bo'lsa, bunda A ning nomi birinchi ko'paytuvchi. B ning nomi ikkinchi ko'paytuvchi. S ning nomi ko'paytma. Bo'ldi. Qoidasi shu. Yana qoida kelsa aytaman. Birinchi savol. Ko'paytma ikkita ko'paytuvchidan iborat. Agar birinchi ko'paytuvchi 4, ikkinchi ko'paytuvchi 12 bo'lsa, ko'paytma nechi deyapti?
Mana bu 4 bu 12 bo'lsa ko'paytma necha deyapti? 4 kara 12 48. Keyingi savol. Ko'paytma ikkita ko'paytuvchidan iborat. Agar birinchi ko'paytuvchi 7, ko'paytma 70 bo'lsa, ikkinchi ko'paytuvchi necha deyapti? 10. Ko'paytma ikkita ko'paytuvchidan iborat. Agar birinchi ko'paytuvchi 11, İkinci kupaydı. ko'paytma 90, ikkinchi ko'paytuvchi 11, ko'paytma 99 bo'lsa, birinchisi necha deyapti? 9. Oson a. 5 gacha oson. 6 dan boshlab 11 gacha tenglarni tushuntiramiz. Qalani ko'tar. Qalani ko'tar. Qalani ko'tar ana shunday. 6-chi tenglama. X ko'paytirgan 3 teng 27 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytirish tenglikning naryoqqa bo'lishib o'tadi. X teng 27 bo'lingan 3, X teng 9. Yeterli formula. 8-chi misol. Doskaga qarab tur. 14 ko'paytirgan x teng 210. Mana 14 naryoqqa nima qilib o'tkazaman? Ko'paytirish naryoq tomonga bo'lishib o'tadi. X teng 210 bo'lingan 14. X teng 15. 9-chi. 6 ko'paytirgan y teng 144. Bundan 6 ni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsa, bo'lish qilib y teng 144 bo'lingan 6. Y teng 24. Tushunyapmizmi? Keyingisi 10-chi tenglama. X ko'paytirgan 5 qo'shilgan 2 teng 72 bo'ladigan bo'lsa, avval qo'shishni narigi tomonga o'tkazib olaman ayirish qilib. X ko'paytirgan 5 teng 72 ayrilgan 2, x ko'paytirgan 5 teng 70 bo'lib qoladimi? Shu yergacha tushundilaringmi? Qo'shilgan 2 ni nariga ayrilgan 2 qilib o'tkazdim bo'ldi. Endi ko'paytirishni nariga bo'lish qilib o'tkazaman. X teng 70 ni 5 ga bo'laman, x teng. Endi 11. 25 ko'paytirgan y ayrilgan 50 teng 300. Ayrilganlarga qo'shib qilib o'tkazaman. 25 ko'paytirgan y teng 50 350 bo'lmaydimi qo'shib o'tsa? Y topmoqchi bo'lsak 350 ni 25 ga bo'laman. 50 ga bo'lsak 7, 28 emasmi? To'g'ri, 14. 14 bo'ladimi? Ana 300 qo'yamiz, lekin 350 bo'lib qo'yamiz. Xo'p. 250. Qara, 50 ayirish narxi nima o'tadi? Qo'shib o'tadi. Boshladik. Endi boyagi strelkalar kerak bizga. Birinchi ko'paytuvchi necha martadir oshsa, ikkinchi ko'paytuvchi nima bo'ladi deb. Yig'indan strelkasi bilan ko'paytma strelkasi bir xil. O'sha qoidani yodlamaganlar bunga ham tushunmay qoladi hozir. Ko'paytirgan b teng s bo'ladigan bo'lsa, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti. Qaranglar. Endi yig'inni so'chalma. Yig'indi bilan ayirmada nechigadir oshib, nechigadir kamayarmidi? Masalan, birinchisi nechtagadir oshardi, keyingisi nechtagadir kamayardi, yig'inda oshsa, birinchi qo'shuvchi oshadi, kamayadi deb nechigadir oshib, nechigadir kamayadi degan savolga javob beradi. Endi ko'paytma bilan bo'linmada nechtagadir oshib, nechtagadir kamaymaydi. Necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Masalan, birinchi ko'paytuvchi necha martadir oshsa, ko'paytma ham oshadi. Shuncha marta. Misol ko'rsatayin. Birinchi holatda misol. Xo'p, 6 kara 7 42 mi? Birinchi ko'paytuvchi 5 marta orttirib beraylik. 30 ko'paytirgan 7 necha bo'ladi? 210 bo'ladi. Birinchi ko'paytuvchi 5 marta ortdimi? 42 ham 5 marta ortdi. Endi u 5 taga oshib 5 taga kamaymaydi. Doskaga qara farzand. Doskaga qara, keyin tushunmay qoldim deysiz. Nechtagadir oshib, nechtagadir kamaymaydi ko'paytma va bo'linmada. Necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Demak, birinchi ko'paytuvchi necha marta oshadigan bo'lsa, ko'paytma ham xuddi shuncha marta oshar ekan. Tushundilaringmi? Bobur doskaga qara. Doskaga qaramay turganlar jazolanadi. Endi birinchi ko'paytuvchi necha martadir kamaysa, ikkinchi ko'paytma ham xuddi shuncha marta kamayadi. Bunga misol ko'rsatishim shart emasmi? Mana tushunganlar bu ham xuddi shunday, iskarsa bo'lyapti. Endi xo'p, bu bilan buni moslashtirib oldik. Demak, bu necha martadir oshsa, bu ham shuncha marta oshar ekan, bu necha martadir kamaysa, bu ham shuncha marta kamayar ekan. Endi mana bu kelasi, bu bilan s. Buni oshiradigan bo'lsak, bu nima bo'ladi deyapti? O'sha. Ikkinchi ko'paytuvchi necha martadir oshsa, ko'paytma oshadi. Masalan, xo'p, 3-chi holatga misolmi?
5 ko'paytirilgan 8 teng 40. Mana buni 3 marta oshiraylik. 5 ko'paytirilgan 24 necha bo'ladi? 120 mi? Qanday to'g'risi? 120. Mana bu ikkinchi ko'paytuvchi 3 marta oshirdimmi? Ko'paytmay 3 marta oshdi. Demak, buni oshiradigan bo'lsam, bu ham oshar ekan. Necha martadir? Endi ikkinchi ko'paytuvchi necha martadir kamaytirsam, ko'paytmay ham kamayadi. Ya'ni ikkalasi bir xil, mana ikkalasi bir xil bo'lar ekan. Endi mana ikkalasini topishimiz kerak. Buni oshiradigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Topishimiz. Mana o'zgarmaydi deyapti bu. Bu javob o'zgarmay turishi kerak. Javob o'zgarmay turgan holatda bu oshsa bu nima bo'lishini topamiz hozir. Xo'p, hozir 1 minut. 5-holat 12 kara 7. 84 mi? Buni 2 marta oshiraylik. Yashashmayman. Mana 12 kara 7 desam, hisob bo'lmay qoladi. 12 kara 20 deyin, 240. Birinchi ko'paytuvchini 2 marta oshiraylik. 24 kara necha 240 bo'ladi? Javob o'zgarmay qolishi kerak-da. Qaranglar, buni 2 marta oshirgandim. Bu 2 marta kamayib ketdi. Demak, buni oshirsam bu kamayar ekan. Necha martadir? Demak, buni kamaytiradigan bo'lsam bu oshar ekan. Yig'inda ham xuddi shunday strelka deysizlar. Faqat bu yerda A plus B teng C edi. U nechigadir oshib, nechigadir kamayardi. Bunda necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Kim tushunmadi mana strelkaga? Qaysi holat tushunarsiz bo'lsa, shu holatga misol ko'rsataman. Tushunarli bo'lyaptimi? Hamma tushunadi. Endi misollardan ko'raylik. 12-si. To'rt. Bu kamaysa bu ham kamayadi. Xuddi mana uni teskarsi. Misol ko'rsataymi? O'ttiz ko'paytirib 50 mi? Buni kamaytirsam bu ham kamayadi deyapti. Demak, bu joyda qolishi kerak 30. Xo'p, buni 10 marta kamaytiraymi, 5 bo'lib qoladi. Javob 150 bo'ladi. Buni 10 marta kamaysam, javobim 10 marta kamaydi. Tushunarlimi endi? Endi misollarga o'taylik. 12-misol. 11 gachasini ishlab bo'lganimizga 12 o'tamiz. 11 gachasi uxlayotganmiding? Ha? 12-savol. Ko'paytmadagi birinchi ko'paytuvchi 2 marta, ikkinchi ko'paytuvchi 4 marta ortsa ko'paytma qanday o'zgaradi? A ko'paytgan B teng C bo'ladigan bo'lsa, birinchisi 2 marta oshdi deyapti. Ikkitaga oshmagan endi bu. Ko'paytmada marta oshib, marta kamayadi. Xo'p, ikkinchi ko'paytuvchi 4 marta oshdi deyapti. Bu qanday o'zgaradi? Bu 2 marta oshsa, ko'paytmaymi 2 marta oshadimi? Bu 4 marta oshsa, ko'paytmaymi 4 marta oshadimi? Javob endi 6 taga oshmaydi. Bizda nechigadir oshib, nechigadir kamaymaydi bunda. Necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Faqat shuni tushunyapsizlarmi? Endi javob 8 marta oshadi. U yig'inda edi, u qo'shib qo'yadi. Hozir bu yerda ko'paytiriladi. Tushunyapmizmi? Tushunyapsizlarmi? U yig'inda 6 ga oshadi deb qo'yardik. Hozir bu marta oshib, marta kamayapti. Endi hozir 8 marta oshadi deymiz. Ya 2 ga 4 bo'lsa 8 marta bo'ladi. Tushundingmi? 2 marta oshib, ya'ni 4 marta oshsa bu 8 marta oshdi degan. 13-savol. Agar ko'paytmadagi birinchi ko'paytuvchi 18 marta ortib, ko'paytmani yozing, A ko'paytirilgan B teng C bo'lgan bo'lsa, birinchisi 18 marta oshdi ekan. Xo'p. Ikkinchi ko'paytuvchisi 3 marta kamaydi. Bu 3 marta kamaydi. Endi bu 18 marta oshdi, ko'paytmay 18 marta oshadimi? Bu 3 marta kamaysa, bu ham kamayadi. Mana, bu oshganda oshardi, kamayganda kamayadi. 18 marta oshib 3 marta kamaysa, bu degani 6 marta oshdi degani. Nargi qoida bilan adashtirib bermanglar. U yig'indida shunday edi. 18 ga oshib 3 ga kamaysa, bu 15 ga kamay oshdi bo'lardi. Hozir bu yerda ko'paytma bo'linma bo'ladi. Tushunyapmizmi? 14. Ikkita sonning ko'paytmasi 48 ga teng. O'sha ikkita son noma'lumki, biz bilmaymiz. U necha kara necha ekanligi bizga ahamiyatsiz, ko'paytmasi 48 ga bilamiz. Buni bunday yozamiz. A ko'paytirilgan B teng 48 yozsam bo'ladimi? To'g'rimi? Agar sonlardan har biri 2 martadan ortilsa javob necha chiqadi deb. Buni ham 2 marta oshiradigan bo'lsam, buni ham 2 marta oshiradigan bo'lsam, bu 2 marta oshsa, bu ham 2 marta oshadi. Bu 2 marta oshsa, ikkinchi ko'p, bu ham 2 marta oshadi. Bu degani 48 4 marta oshdi deganmi?
8 4 marta ochdi, necha bo'lib qoladi? İyi. 4 marta ochdi deyapti, 4 marta kamaydi emas. 8 kare 4 192. Tushunyapmizmi? Bo'ldi, shu yergacha faqat ko'paytma berilgan. Yana bitta savol bor ekan, 15 shu bilan ko'paytma turadi. Keyin bo'linmani tushuntiramiz. 15-savol. 15 ozak tushuntirib yuborsam ham bo'ladi. Qaranglar. Bu yerda ayiqchani vaznini o'lchashimiz kerak. Ayiqcha. 5 kilogramm toshdan 2 ta qo'ygan ekanmiz. Necha kilogramm bo'ldi? 10. 2 kilogramm toshdan 4 ta qo'ygan ekanmiz. Necha kilogramm? 8. 1 kilogramm toshdan bitta qo'ygan ekanmiz. 1. Jamini qo'shsak 18 1. Qo'shsak 19. Tushunyapmizmi? Sizlar hozir yo'lbars bilan sherni topinglarchi. Yo'lbars bilan sher bor ekan. Yo'lbarsda 2 kilogramm toshlarda nechta qo'yilganini topishimiz kerak, to'g'rimi? Sherda esa 5 kilogramm toshlarda nechta qo'yilganligi noma'lum. Topinglar. Mana shu savol sizlarga bo'ladi. Hamma 15 ishlasin. Yo'q, yo'lbars bilan sherning vaznini so'ramagan. Hozir 2 kilogramm toshdan yana nechta qo'yish kerak degan. Qaraymiz o'quvchilar. Xo'p, sherdan topsam 11 kilogramm bo'lishi kerak. 5 kilogrammdan bitta qo'ygan. 11 dan 5 ta esa 5 kilogramm. Endi demak necha kilogramm qoladi bizdan? 1 kilogrammda 2 ta qo'ysa 2 kilogramm bu 5 kilogramm. 7 kilogramm ketdimi? 11 kilogramm bo'lsa yana bizga 4 kilogramm kerakmi? 2 kilogramm toshdan nechta qo'yish kerak? 4 kilogramm bo'lishi. 2 ta qo'yish kerak. Mana bu so'roqqa 2 kilo. Kimlarda 2 chiqqan? Yaxshi, keyingi sherdan. Xo'p, 2 kilogrammdan 2 ta qo'ygan 4 kilogramm, 1 kilogrammdan 3 ta qo'ygan 3 kilogramm. 4 3 7 mi? 17 da 7 neyse, uchgan qo'y. Uchgan qo'y. 10 kilogramm. 5 kilogrammdan nechta qo'ysa 10 bo'ladi deyapti. 2 ta qo'ysa. Yaxshi. Shu yergacha ko'paytmani tushuntirdik. Endi bu yog'i bo'linmani tushuntiramiz. Boshladik. Endi bo'linmani qoidalarini aytamiz. Umid doskaga qarab tur. Shalg'ayibsan. Bo'linma. A sonini B soniga bo'ladigan bo'lsak, C soni hosil bo'lsa, A B sonining nomi bor. Qalang ko'tar. Qalang ko'tar ana shunday. A ning nomi bo'linuvchi. Bning nomi bo'luvchi. Sening nomi bo'linma. Xo'p, endi misollarga o'tadigan bo'lsam. Bo'linuvchi 45 bo'luvchi 3 ga teng. Bu 45 bo'luvchi bo'lsa bu necha deyapti? 15. Bo'luvchi 14, bu 14. Bo'linma 7 deyapti. Bu necha bo'ladi deb? 2. Noto'g'ri. Nechini 14 ga bo'lsam 7 bo'ladi deb. O'ylab ko'r gapimni. Nechini 14 ga bo'lsa 7 bo'ladi desa 14 7 ga bo'lmaydi. Sizlar 14 7 ga bo'lib tashlayapsiz. U xatoda. Tushunyapsizlarmi gapimni? 18. Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma, to'g'rimi? Bo'linuvchi 132. Bo'linma 11 bo'lsa, bo'luvchi necha deyapti? 132 ni 11 ga bo'lamiz. 2. Mana. Bo'sh katakchalar to'ldirilma juda ham oson savol. 24 4 ga bo'lib bergansan, 88 bo'lib bergansan, nechini 7 ga bo'lsang 5 deyapti. 35 va hokazo. Endi tenglamasiga o'tsak. Mavzu oson, tezroq tushuntiryapman. Doskaga qarab tur. Doskaga qaramaganlar ko'rib qolsam tayaysizlar. Yo'q, doskaga qara, kitob qarama. X bo'lingan 4 teng 6, bo'lish narxi nima o'tadi? Ko'payishib o'tadi. 22 da agar noma'lum o'rtada kelsa ayirish bo'ladi, bo'lish kelsa bo'lish bo'ladi, ha? Nima bo'lyapsan? Ha? Nima o'ryapsan? Az boraman. Shimaqligim o'zim qo'shib qo'yaman. Bo'ldi, az boraman. Mavzu o'tadi. 63 bo'lingan y teng 7. Agar noma'lum o'rtada kelganda bo'lish kelsa bo'lish bo'ladi.
Yani mana bu yidasanga bo'laman. Y teng 63 bo'lingan 7. Y teng 9. Tushunyapsizlarmi? 23 ham xuddi shunday. Noma'lum o'rtada kelyapti. Mana bu yidasanga bo'laman. 306 ni 34 ga bo'laman. 9 mana. 24 ni tushuntiramiz. X bo'lingan 4 qo'shilgan 5 teng 22. Avval qo'shishlarni o'tkazib olaman. X bo'lingan 4 teng ayirish qilib o'tkazaman. 22 dan 5 teng 17. Endi bo'lishlarni ko'paytirish bo'lib o'tadi. X teng 17 kare 4, X teng 68. Tushunyapmiz-a? Yana bitta ko'rak 25 ni ham. 148 bo'lingan Y ayrilgan 12 teng 25. Ayrishlarni qo'shib o'tkazaman. 148 bo'lingan Y teng 37. To'g'rimi? Bundan Y topadigan bo'lsam 148 ni 37 ga bo'laman. Y teng 4. Tushunyapsizmi? Normal o'rtada kelganicha mana bu yidasanga bo'ldim. Abdulbasit do'stga qarang. Endi 26 dan 28 gacha endi bo'linmaning strelkasi kerak. A bo'lingan B teng S bo'ladigan bo'lsa, bunda ham mana shunday 6 ta qoida chiqadi. Buning qoidalari ayirmaga o'xshab ketadi. 1 2 3 4 5 6. Ayirmaning bilan bir xil bo'ladi. Faqat ayirmada nechigadir kamayib, nechigadir osharmidi? Bunda necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Qaranglar. Birinchi holat, ikkinchi holat, uchinchi holat, to'rtinchi holat, beshinchi holat, oltinchi holat. Xo'p, bo'linuvchi necha martadir oshsa, bo'linma ham xuddi shuncha marta oshadi. Masalan, 24 bo'lingan 6 teng 4 mi? Buni 2 marta oshiraylik. 48 bo'lingan 6 teng 8 bo'ladimi? Bu 2 marta oshgani uchun bu ham 2 marta oshyapti. Bu oshsa, bu ham oshadi. To'g'rimi? Kallang ko'tarib tur, Abdulbasit. Endi bu kamayadigan bo'lsa necha martadir? Bu ham kamayadi. Tushunyapsizmi? Endi mana ikkalasini bog'lab oldik. Bir xil oshsa oshar, kamaysa kamayadi. Endi bu bilan buni bog'laydigan bo'lsam, bu oshsa bu nima bo'ladi, bu kamaysa nima bo'ladi? Endi mana uni oshiradigan bo'lsam, bu kamayadi. Misol ko'rsataman, qarang. 60 bo'lingan 12 teng 5 bo'lsin masalan. Endi mana uni 5 marta oshiraylik. 60 bo'lingan 60 bo'lib qo'yam. Javob 1 bo'ladi. Bu 5 marta oshganda bu 5 marta kamayib ketdi. Bu oshganda bu kamayar ekan. Tushunyapsizmi? Lekin bu kamayganda bu oshadi. Bunga ham misol ko'rsataylik 4-holatga. Xo'p, bu kamayganda bu oshishi kerak. 24 bo'lingan 8 teng 3. To'g'rimi? Endi men mana uni 2 ga kamaytirayin. 24 bo'lingan 4 bo'ladimi? Javob necha bo'ladi? 6. Buni 2 marta kamaysa, bu 2 marta oshib ketyapti. Demak, buni kamaytirganda bu oshyapti. Tushunyapsizmi? Sen tushunyapsanmi? Endi keyingisi, mana ikkalasini bog'lab bo'ldik. Bu ikkalasini bog'lab bo'ldik. Endi mana ikkalasini bog'lashimiz kerak. Buni oshirsam, bu nima bo'lishini topishimiz kerak. Bu kamayadi deyapti. Ko'raylik, misol uchun. Xo'p, 5-holatda, ya'ni buni oshirsam bu kamayishini ko'rishimiz kerak. Xo'p, 21 bo'lingan 3 teng 7 mi? Buni 10 marta oshirayin. 210 bo'lingan 3 necha bo'ladi javob? Shoshmanglar. Javob 7 ligicha qolish kerak, to'g'rimi? Bizda mana bu nima bo'lishini so'rayapti. Xo'p, javob 7 ligicha qolish kerak. 210 nechaga bo'lsa 7 bo'ladi? 30. Mana qarang, buni oshirgandim. Demak, bu noto'g'ri yozyapman-ku. Bu oshsa bu ham oshar ekan. Buni oshirgandim, bu ham oshdi. Demak, strelka boya noto'g'ri qo'yibmiz. Bo'linuvchi necha martadir oshsa, bo'luvchi ham shuncha marta oshar ekan. Buni kamaytirganmi, bu ham kamaytirgan. Bunga ham misol ko'rsataymi? 8 bo'lingan 12 teng 4 mi? Buni 4 marta kamaytirayin. 12. Javob 4 ligicha qolsin. Javob 4 ligicha qolsin. 3 bo'ladimi? 8 dan 12 hosil bo'ldi. 4 marta kamaydimi? 12 dan 3 hosil bo'ldi. Bu ham 4 marta kamaydimi? Bu kamayganda bu ham kamaydi. Ruchkani qo'yib tur. Bu kamaysa bu ham kamaydi. Bu strelkani sizlar ayirmada ham ko'rgandilar. Xuddi yig'indaniki bilan ko'paytmanga o'xshash strelkasi. Ayirmaniki bilan bo'linmanga o'xshash. Faqat yig'inda bilan ayirmada nechigadir oshib, nechigadir kamayadi. Xo'p, ko'paytma bilan bo'linmada necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Tushundikmi? Endi misolga qaytadigan bo'lsak, 26-misol. Agar bo'linuvchi 9 marta, bo'luvchi 3 marta kamaytsa, bo'linma qanday o'zgaradi? Buni mana unda yozayin.
Xo'p, A bo'lingan B teng S bo'ladigan bo'lsa, bo'luvchini 9 marta kamaytirishimiz kerak. Bo'luvchini 3 marta kamaytirishimiz kerak. Bu qanday o'zgaradi? Buni 9 marta kamaysam, bu ham 9 marta kamayadi. Buni 3 marta kamaysam, bu 3 marta. O'sha. 9 marta, 6 marta emas, u 6 taga kamayardi, ayirmadi. 3 marta bo'ladi. Bu yerda ko'paytirish bo'lish bo'ladi. Bu 3 marta kamayadi. Ko'pchilik 6 qilib qo'yadi shuni. O 9 ga kamayib 3 ga oshadigan bo'lsa 6 ga kamayadi desizlar bo'ladi. Bu yerda nechigadir oshib, nechigadir kamaymaydi. Necha martadir oshib, necha martadir kamayadi. Tiqlatma. Tiqlatmay tur. Tiqlatma. 26 dan 27. Bo'linma 7 ga teng deyapti. A bo'lingan B teng javob 7. Bu ikkalasi noma'lum. Agar bo'linuvchi 8 marta, bo'luvchi 2 marta ortilsa, buni 8 marta oshirib, buni 2 marta oshirsam deyapti. Javob nech bo'ladi deyapti. Bo'linuvchini 8 marta oshirsam, bu javobim 8 marta oshadi. Buni 2 marta oshirsam, bu 2 marta kamayadi, to'g'rimi? Bu degani 7 ni 8 marta oshirib 2 marta kamaytiradigan 4 marta oshir deganda necha bo'lib qoladi? 28 bo'lib qoladi. Tushunyapmizmi? 28 ham xuddi shunga o'xshaydi. Endi 29 dan boshlab 36 gacha tenglamalar. Tenglamani tushuntiramiz. 29. Hamma ko'ryaptimi? 3 ko'paytirgan qavsida 32 ayrilgan x teng 75. 3 dan nechaga ko'paytirsak 75 bo'ladi deyapti. 23 ga ko'paytirsak 75 bo'ladimi? Demak, endi qavsning ichini, ya'ni 32 ayrilgan x midi? O'shani 25 ga tenglashtiramiz. Bundan x topsam, noma'lum o'rtada kelganda ayirish kelsa ayirish bo'ladi, bo'lish kelsa bo'lish bo'ladi degan. 32 dan 25 ayiramiz. X teng 7. Agar ikkalasidan bir tekshirib ko'ringlar. 32 dan 7 ni ayirsak 25. 3 kare 25 75. Tushunyapsizmi? Xo'p, 30-si. Tenglamalarga ko'pchilik qiynaladi, shuning uchun hammasini ko'rsatib berayin. Javob 7 bo'ladi. Sen tenglamani topishing kerak, x topishing kerak. U tenglikda emas. Mana bu javob 75 javob bo'lmaydi. X javob tenglamada yechim bo'ladi. 12 ni necha ko'paysak 156 deyapti. 156 ni 12 ga bo'lsak 13 mi? Qavsning ichi 13 bo'lishi kerakmi? X minus 4 ni men endi 13 ga tenglashtiraman. Ayirish bu yoqqa qo'shib o'tadi. X teng 17. Ikkalasidan tekshirib ko'ringlar. 17 dan 4 ta ayirsak 13. 12 kare 13 156. Demak, mana son to'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. 31. 775 bo'lingan qavschilar shoshilmay tur. X plus 12 teng 25. Bidoz noma'lum o'rtada kelyapti-da qavs. Bu ne tenglamada bu? 775 ni qavsga bo'lsak 25 deyapti-da. Qavs topish uchun 775 25 ga bo'lamizmi? 750 ichida 30 31 tadan. Qavs 31 bo'ldimi? Endi qavsning ichini X qo'shib 31 ga tenglashtiraman. 12 bu yoqqa nima o'tadi? Ayrishib o'tadi. X teng 9. Kalang ko'tar. Axir. 31 dan keyin bu yog'ini yo, ko'rsatib berma. Shoshilmay tur. Bu tashlab ko'rasizlarmi? Mayli. 32 ni ishlanglar. Hamma 32 ni ishlasin. Javobini aytmay turinglar-da, Mirzabek. Ha, iyi. Nega kitob yo'q? Hali kitob olmadingmi sen? Ha. Bugun olasan, shuncha paytdan bir yeni kitob olasan. Sen men joydan? Uygasan qanday qilyapsan sen? Bu darsdan keyin qolsa uydalarga telefon qilib aytishimiz kerak. Nimaga shuncha kundan beri uydalarga kitob olib bering deb aytmadingmi? Sen kitobsiz qo'r, kelib ketyapsan. Qaraymiz. 770 da qavsga bo'lsak 35 deyapti. Buni ko'rmadingmi bu? O'xshash ekan.
Qaus topsak 775 ni nechiga bo'lsak 35 deyapti. 770 ni 35 ga bo'laman 21 mi? 22 mi? 22. Endi qausning ichini 22 ga tenglashtiraman. Bundan y topmoqchi bo'lsak, bundan buni ayiramiz. Y teng 14. Yaxshi. 33. X qo'shilgan 24 bo'lingan 3 teng 12 mi? Qara diskaga. Qausda 3 ga bo'lsak 12 ekan. Mana bo'lingan shunday raqamga o'tkazaman. Ko'paytirgan qilaman. Qaus teng 36 bo'ladimi? Endi qausning ichini x + 24 ni 36 ga tenglashtiraman. Bo'lamni shunday qilsam? X teng 12. Mana chiqdi. Keyingisi 34. Yo'q. Bitta ko'rsang keyingisini o'zing ishlaysan. 4x qo'shilgan 45 teng 137. Qaranglar. 4x degani 4 ko'paytirilgan x degani. Son bilan harfning orasida ko'rinmaydigan ko'paytirish bor. Mana endi ko'payish yozmasam ko'payish bor deb tasavvur qilishlan kerak. Lekin aslida ko'z yozilmaydi. Endi 45 ni nariga ayirish qilib o'tkazib yuboraman. 4x teng 137 ayrilgan 45. 4x teng 92. Bundan x topmoqchi bo'lsak, orada ko'paytirish bormi? O'sha ko'payish nariga nima o'tadi? Bo'lish. 92 bo'lingan 4. X teng 23. Bunga tushundilaringmi? 35 ishlab ko'ringlarchi. 35. Kitobi yo'qlar, daskaga qarab ishlasin. Tezlashamiz. 36 ni ishlab tur. Ishlaylar. Fatima ishla. Sen ham ishla Kamol. Nodir ishla. Daftaringni yozib ishla, xayolingni ishlamada. Yoz. Yo'q, qolishmaydi. 36 ni ishlab bo'lganda 36 ga o'tib tursin. Yelik bir qaydan keldi? Sen mana ikkinlari ko'payishga o'tkazib yubording. Mana ikkinlari ko'paytish bo'lib o'tadimi? Ko'paytirish bo'lib o'tadi mana yerda. O'rtada kelsa, u ayirish bilan bo'lishda shunday bo'ladi. Mana bu yer ayirish yoki bo'lish bo'lganda o'zi bo'ladi. Ko'paytish bilan yig'indida o'zi bo'lmaydi. Masalan, senga savol. 2 ko'paytirgan x teng 8. X tavshin. 8 2 ga bo'lasan yo 8 2 ga ko'paytirasan? Bo'lamiz. Normalim o'rtada kelganda ayirish bilan bo'lishda ayirish va bo'lish bo'ladi. Az 35 ishlab tur. 35 ishlab. Bo'ldim 35. Bo'ldim 35. 2 ni qausga ko'paytirsam 26. Demak 2 kare necha 26 deyapti. Mana 2 nariga bo'lishga o'tkazaman, qaus 13 bo'ladimi? Endi qausning ichi 2x plus 1 edi. O'shani 13 ga tenglashtiraman. Qo'shilgan birdan nariga ayrilgan qilaman. 2x teng 12. Orada ko'paytirish bormi? Nariga bo'lishga o'tkazaman. X teng 6. Bundan 6 chiqqan. Yaxshi. 36 ni o'zim ko'rsataman. 851 ni qausga bo'lsam 37. Noma'lum o'rtada kelganda ayirish bilan bo'lishda o'zi bo'ladi degandik. Hozir bo'lish kerak. 851 ni 37 ga bo'laman. Qaus teng 23 deyapti. Endi qausning ichini 5x plus 3 midi? O'shani 23 ga tenglashtiraman. 3 dan nariga o'tkazsam.
5 x teng 20. X teng. Yaxshi. Demak, tenglamalarni tushunib oldinglarmi? Endi uyga vazifa yozaman. Uyga vazifa. Birinchisi, videoni ko'chirish, izohga sinf familiya. Sizlar eng guruhda men izoh umuman ko'rmayapman. Bitta, ikkita demasa, hammaga yoz. Ikkinchisi, 16-mavzu uy ishchisi bilan testni, uy ishchisini boshdan boshlab ishlaysizlar, biridan boshlab. Sinf ishini ishlamaysizlar. Faqat uy ishchisining biridan oxirigacha, keyin testi. 17-mavzuning ham uy ishchisi va testi. Tushunyapsizlarmi? Yaxshi. Uyasi faqat shu takrorlashga bering. Ha, 17-mavzu uy ishi va test. 16 va 17. O'tir, hali ugasini olib kelmaydi. Yo'q, ko'chirasiz. Qara. 17-mavzuni uy ishchisi bilan testini beryapman, 16ni ham uy ishi bilan testi. Videolarni ko'rish, ko'chirish, izoh ular takrorlash yo'q, chunki ikkita mavzu ketyapti. Yo'q. 16-mavzuning uy ishchisini 27 dan boshlayapman. Yo'q, boshdan boshlaysan. Biridan boshlab. Tushunarlimi? Ha. Tushunmadim. Videoni ko'chirmaganmi? Ha, video olmaganmi?